7 yillik holatda 2023-yildagi turbani ahvoli mana. Bu dekabr oyida qilingan, 23-yil. Yavni turibdi, bitta tomoni yopiq, ikkinchi tomonda yiringlagan, sakta salping turibdi. Va yana xuddi shu rentgen iyun oyidagi rentgen mana. Sakta salpings, bitta tomoni yopiq. Mana turba berk, ikkinchi tomon, bitta tomon. Shuni ochibdi. Suv yuborib, bir narsa qilib ochibdi mana. Buni tushungan odam tushunadi, tushunmagan odam esa yo'q. Sakta salpingiz holatida turbani ochib bo'lmaydi. Bu turba brak, bitta tomon yopiq, ikkinchi tomon yiringlab ketgan, uje chirib ketgan. O'tkazuvchanlik funksiyasini yo'qotgan. Bu 23-yildagi tashxis. 3 yil kechikilgan, 3 yil. 3 yildagi qilgan xarajat, rasxodlari prosto kopeyka. Mosga chiqib pulni sochib olishgan gap. Vaqt o'tgan, umr o'tgan, dori ichilgan, doktorga borilgan, aptekadan dori olingan. Lekin sperma o'tadigan kanalda bittasi berkilib ketgan, bittasi yiringlab ketgan. Mana shuni to'g'ri tashxis qo'ymasdan turib bir insonni 3 yil umri, umumiy hisobda 7 yillik farzandsizlik holatdagi insonga to'g'ri tashxis qo'ymasdan noto'g'ri yo'lda yurishiga sabab bo'lgan. To'g'ri diagnoz bu 80% yechim degan. Mana shunaqa gaplar. Mana shunaqa yurganlarga yuboringlar. Mana shunaqa yurgan, tashxisini topa olmagan, noto'g'ri diagnoz bilan umrini, vaqtini, pulini, hayotini o'tkazib yurganlarga bu dars bo'lishi kerak.